Assalomu alaykum. Ixlosgate YouTube kanalimizda hurmatli tomoshabinlar va kanalimiz mehmonlari. Bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan qadrli obunachilarimiz. Bugungi videomiz xudo xolasa yana sizlarga foydali, manfaatli video bo'ladi. Sababi ko'rib turgan joylaringga ustalarimiz oshxona mebelni ideal holatdagisini o'rnashtirib berishibdi. Juda chiroyli, ko'rkam holatda chiqqan uylarda ham istarali qilib, chiroyli qilib qurishganiga o'shanga yarasha oshxona mebelni ham o'sha hozirgi kunda trendga chiqib turgan o'ta chiroyli holatdagisini ustalarimiz qo'yib berishibdi. Shu haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Qanaqa materiallardan bo'lgan, 1 metri nech puldan bo'lgan, buni afzallik tomonlari haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring, bundan keyingi videomizda boshqa xonadonga bunga qaraganda jicha arzonroq variantini ham qo'yishgan ekan. O'shalar haqida ham sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsalang, obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Undan keyin qanaqangi fikrlaring bo'lsa kommentariyaga yozsalaring, videolarimiz davomida sizlar yozib o'tgan narsalar haqida video olishga harakat qilamiz. Bo'lmasa biz vaqt o'tkazmasdan ustakamizning o'zidan ma'lumotlarni olamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tumsiz, charchamayapsizmi? Xalq xizmatida. Allohga shukr, rahmat sekin. Xalq xizmatlarimiz. Ularni ko'rmasin, juda chiroyli chiqibdi. Xudo xolasa inshaalloh juda chiroyli qildi. O'zi ko'rinishidan juda bir boshqacha bagati holatda chiqibdi aka. Buni o'zingiz bir boshdan ma'lumotlarni berasizmi? Masalan, qaysidan boshlaymiz aka? Bir boshdan o'zingiz tushuntirasiz. Xudo xolasa bu xolodilnik tomonidan ketamiz. Bu yerga xolodilnikka joy qilib berganmiz, standart Samsungga moslab qilib berdik. Tepalari sochiq, nimalarni, sochiqlarni, dasturxonlarni qo'yib qo'yish uchun keyingi polka. Tushunarli. Katta narsalar solingan. Xudo xolasa bu yerda mana tepalarni ko'rsangiz 2 polkali bo'lgan, orqa tomonlari 05 NDF, HDF emas. Juda ko'p joyda HDF ham qo'yishadi. Bu zakaz asobiy zakazga qilinar ekan. Zakazga qilib beramiz, qalin. Tushunarli. Endi klientimiz aytdi, pulini farqi yo'q, menga chiroyli, zo'r bo'lsin deb talab qilishdi, bo'ldi. O'sha talablarni qoniqtirdik. Stalistlalari Rossiya, to'rlik. Xudo xolasa bu garantiyali, misol zavod tomonidan garantiya beradi 5 yil. Issa netsa, zavodga shikoyat qilsa, zavod almashtirib berish imkoniyati bor buni. Bu narsalarda ham har xil arzonroq variantlari ham ko'p. Arzonroqlari ham bor. Hozir yana bitta ko'hnamiz bor, o'shani ko'rsatganda farqini tushuntirib o'taman. Bitta agar qaytarib ko'rishsa, farqini tezda bilishadi. Bu bilan uni. Bu moykalari aka, moyka dogovordan tashqari yana jicha qo'shimcha qilib berishdi. Bu moykani qo'yib berdik. O'zimiz qo'yadigan moyka 450 ming qora moyka qo'yamiz. Bu endi talablariga qarab Xudo xolasa cho'tka qilib berdik. Bu qimmatroq variant. Qimmatroq variant aka bu. Mana bu joylar funksiyalar, ko'p funksiyali aka buni. Silver suv uchun hozirda yangi mexanizmlar chiqib ketdi. Tagiga silver suv deyishyapti. O'sha silver suvga moslangan suvi, issiq suv, sovuq suv hammasi bitta. Chashkalarni yuvgani, gel idishi, endi sanasa sanoq ko'p. Zo'r. Xullas, original. Sizlar buni original ustanovka qilib berishlar ham shu ichida. Ichida ustanovka o'sha biz 450 minglik qo'ysak ham, buni qo'ysak ham ustanovkasi bir xil, narxiga qo'shmaymiz. Bu yerga nima, gaz filtrlarini joylaganmiz. Hozir gaz filtrlarini olib kelishga yo'q, endi olib kelsa o'rnatib beramiz uni ham. Vitishkani o'zingiz yaxshisini tanlab olib kelavering. Shuni ichida yuribsiz deyishadi. Vitishkalarni olib kelib o'zim ustanovka qilib berdim. Tushunarli. O'zi asli bu alohida hisoblanadi. Alohida hisoblanishadi. O'sha olib kelib o'zingiz o'rnating, ko'ngilingizda pulini beraman deyishganlar uchun olib kelib o'rnatdim buni. Tushunarli. Buni endi pulini qo'shib berishaveradi, qo'yib beraverasizlar. Yo'q, xizmatga ham qo'shilmaydi. Faqat buni olgan magazinimda pulini bersa bo'ldi. Tushunarli, zo'r. Aka, bular ichida bir bonuslari ham bo'ladimi sizlarga endi bu? Aka, bonuslari xudo xolasa aka, mana bu yerda yaqinroq ko'rsatasiz. Musul paqillari bor. Musul paqillar joylab berganmiz. O'sha aytganimdek 450 minglik qora moyka, bu yerda mana yaqinroq ko'rsatasiz. Shu shulkalar bonus va bu yerda mana qoshiqdonlari bor. Bu ham bonus. Qoshiqdoni ham bonus. Zo'r. Mexanizmlari vakuum aka. Mana shularga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Yopilishlari, hamma narsa, eshiklari juda bir yopilishga kelganda mana muloyimlik bilan yopiladi. Taq etib urib yuboradigan holat emas. Boshqa joylar arzonroq variantlariga e'tibor bersalar, tayyor bozorlarda sotiladiganlar mana shunaqa narsalar ko'piniki vakuumli bo'lmaydi. Materiallarda ham hammasidan farq qilar ekan baribir. Men endi o'zim ko'rganligim uchun o'z sifatini farqlayapman. Bu matviymi aka bu? Matviy, usti akril, ichi laminat aka, rossiyskiy laminat ichi. Tashqarisi Rossiya.
Akreli aka. Buni narxlab aytsa bo'ladimi? Bemalol aka. Ha, yuvsa bo'lmaydi. Yo, Yo'q, suv bilan misol namlatadi. artilaveradi. Artilaveradi bemalol, behijolat. Ishib ketadigan narsa Yonidagi misol nimalar, paxi kronka. Aha. Rezinka paxi kronka aka. Ichidan hamma joyi paxi kronka. Birorta joyi prostoy dazmol ish qilmagan. Behijolat Behijolat. artishaveradi. Nimagaki apparat o'zimizda yugurmaymiz. O'shaning uchun bir joyi detali kamroq bo'lib qolsa ham shunday bosib yuboramiz. Oilaviy ishlab chiqarish. Ha, oilaviy aka-ukalar hammamiz mebelchimiz, bitta joyda, bitta sexda yurgizamiz. Zo'r. Endi qo'lga e'tibor berishmaydi aka. Shu ish davomida Ish davomida bo'lib qoldi. kecha menga telefon qilishgan paytdan bunaqa emas ediga. Endi bugun Xudoning mehribonchiligi akamiz avtomatlar ko'tarib meni kutib olishdi. Billah shuni obzor qilgan kelganmiz. Xudo xohlasa. Odamlarga eng qizig'i joyi aka buni metrimi endi metr hisob. Metr aka. Nech pul? Metr aka buni 2 million 600 mingdan bo'ldi. 1 metr. Parametri 1 metr shunaqa bo'ldi. Aka men buni mana standartlarni ko'raman, bular sal pastroq bo'ladi o'zi asli. Buncha zakazga balandroq qilingan. Zakaz, ha. Mana shuni aka narxi o'zgaradigan bo'lsa aytib qo'yingda obunachilar tushunmay qolishi mumkin. Masalan buni hozir balandligi o'zi standart razmerda 1 metr nech pul bo'ladi-yu, zakazga qarab buni kattaroq qilsa narxi qanaqa o'zgaradi? Aka eng arzon 1 million 200 mingdan boshlanadi narxi. Endi dagovor qilamiz. Krashin NDF deyishadimi, kraskali deyishadimi, keyin ustiga hozirda Rossiya texnologiyasi, Germaniya texnologiyalari chiqdiki, ustiga qoplama qoplab berishyapti. Kraska netsiz. Uni yuvsangiz ham atsangiz ham bo'laveradi. Qoplab berishadi, zavod tomonidan bizga garantiya beradi. Biz u xalqqa o'sha garantiyani aytamiz. Zavod aytganini siz Zavod aytganini biz aytamiz. O'shunaqalar chiqdi. O'sha 1 million 200 dan aytganimdek 10 milliongacha qilib beraveramiz. Narxini kelishgan holatda. Hozirgi bu narxini kelishganimiz 2 million 600 mingdan. Aytganimdek bu standartdan baland aka, ancha. Eni, bo'yi nisbatan ancha katta aka. Standart deyilganda nechi bo'ladi-yu, bu nechi bo'lgan? Hozir masalan shu bu tomoni 30, chiqishi 30, balandligi 60 bo'ladi. Shu standart bo'ladi. Standart shu. Xuddi shu materiallardan standart qilib qilinsa nechi pul bo'ladi 1 metri? 2 million 200 mingdan qilib beramiz. Shu material bo'ladi, faqat shu yo'q, material o'zgaradi. Bu mana shu stilizasiyasi o'zgaradi. Bu endeflari, nimalarni kelishgan holatda mana akreli bir xil, laminati bir xil, va bu yerda standartda mana nimasi stilizasiyasi o'zgaradi va keyin mexanizmlar, mana mexanizm ichiga o'zgaradi. Bo'ldi. Narxi shularda tafovut qiladi. 2 million 600 ming shu, ha? Bu 2 million 600 ming. Ana shu balandlikda bo'lsa shunaqami axir? Ha, shu balandlikda. Tepasi 80, yerdan balandligi 90. Xuddi shu materiallardan bo'lyapti. Faqat mana bu narsangiz balandligi baland emas, standart 60 ga bu taraf 30 bo'lib, bular ham shu holatda qolsa necha pul bo'ladi o'shanda? 2 million 400. Bo'ldi, mana. Tushunarli bo'ldi. Bu uydagilarning talabiga qarab kattaroq qilinganligi uchun 2 million 600 ming. Shuni farqiga boringlar. To'g'ri aytyapsizmi usta aka? To'g'ri. Bo'ldi. O'shaning uchun bu agar standart bizga kichikroq ham bo'laveradi, o'sha 60 razmerga, bu taraf 30 yetadi deganlarga 2 million 400 ming so'mdan xuddi shuni boshqa joyi o'zgarmaydi. Yo'q. Faqat razmeri ozgina razmeri kichkinalar tepa tomonda. Shular ham qoladi, bonuslari ham qoladi. Bonuslari ham qoladi. Shunday. Общий nech pulga bitgan shunda shu joyga? Bunisi 13 million 400, mo'ykasi mana 13 million 700 ga tushdi. Hamma narsasi. Hamma narsasi. Endi eng bitta vitishkadan tashqari. Ha, ayting. 14 million 700 oldu. O'sha 13 million 700. Ha. 13 million deyapti. 14 million 300 dan keyin 400 ming pul qo'shdi. Endi odamlarga eng asosiy joy общий shu bitishi nech pulga tushyapti o'shanda usta aka? 14 million 300 mingga tayyor bo'lyapti. Mo'ykaga qo'shilyapti. 14 million 700 mo'ykasi bilan bo'lyapti. 14 million 700. Mo'yka boshqa olamiz aka, tutilyapti. Endi buni asosiy joyi odamlarga narxi qiziq. Общий bitishi aka nech pulga tushyapti o'shanda? 14 million 700 ga tayyor bo'lyapti aka. Bir dona vitishkadan tashqari. Qolgan hamma narsasi o'zi. Nech puldan nech pulgacha qo'shilishi mumkin bu vitichka? 1 milliondan 2 milliongacha bor. Tanlashsa borib berib o'rnataveramiz. Qo'shilaveradi. Qo'shilaveradi. Bu 14 million 700 mingga hamma narsasi ichida. Hamma narsasi ichida bo'lib tayyor bo'ldi. Endi aka buni asosiy masalasi yana dastavkasi. Qayerlargacha dastavka ustanovkalari ichida-yu, qayerlargacha borib xizmat qilib berasizlar? Farg'ona bo'ylab dastavkamiz bepul. Farg'ona viloyati bo'yicha. Farg'ona viloyati bo'yicha dastavkamiz bepul. Endi bitta talab nima bo'ladi? Iltimos qilamiz. Nimalardan kuzatuvchilardan shunaqa agar telefon qilishsa, og'zaki dagovor qilsak, metrlarni aytib bersa o'lchab, biz narxini chiqarib beramiz. Og'zaki dagovor qilgandan kelishsin desa borib
o'lchab, chizib, o'zlariga mos ranglarni tanlab, dagovorni qilib, zaklatini olib kelib, xudo xolasa, zakazlarimizga qarab, kuni aniq kunidan kechiktirmay yasab olib o'rnatib beramiz aka. Tushunarli. O'lchanganda sizlarga aka zakat masalasi bo'ladi-yu. zakat Bizda endi O'zbekiston bo'yicha chet davlatlardan ham kuzatadiganlar bo'ladi-da. Sizlarga buni zakaz berish uchun necha foiz zakat beriladi? Shularda umumiy summadan 30%. Umumiy summada 30% zakat. Qolganini O'rnatganimizdan berishar qolgani. Deylik bugun o'lchansa, o'lchangan kundan zakazga qarab necha kunda tayyor bo'ladi? Endi bu yerda olgan zakazlarimizga qarab aytamiz. Shunaqa 10 kun, 15 kun ichida tayyorlab beramiz. Tushunarli. Zakaz ko'proq bo'lsa muddaticha cho'ziladi. Endi lekin odamlar sharoitiga qarab tezlashtirib berishga harakat qilamiz imkon darajasida. Bu aka sizlar deylik vodiy bo'yicha deylik, Toshkent yoki bu Qashqadaryo, Samarqanddan ham ko'radiganlar bor. U tomonlarga qanaqa bo'ladi? Borilmaydi bu taraflarga. U tomonlarga ham borib o'lchab tayyorlab beramiz aka. Faqat narxlari-chi? Narxi o'zgarmaydi, faqat bizga yo'l kira xizmatini to'latsa bo'ldi. Bordi, keldi xizmat. Bordik. Borishimizga to'lab bersa bo'ldi. Misol bizda yuk avtomobiliga yuklab jo'natuvchi avtomobilga to'lab bersa bo'ldi. Bo'ldi. Akalar mana shu joylarni ham tushunib olinglar. Akalarimiz o'sha aytgan narxi bo'yicha yana Telegramda hozir ekrandagi raqamlarni qoldirib qo'yamiz. Bundan tashqari savollar bo'lsa, meni esimdan chiqqan savollarni bexajal Telegram yoki shu ijtimoiy tarmoqlar bor. Bor. Yozsalaring o'zlari to'liq ma'lumot. Instagram, Telegramlarimiz bor. WhatsApp bor. WhatsAppimiz yo'q. Musofirchilikdagi ko'proq hozir Telegram masalan Rossiyadan ko'p Telegram yaxshi ishlamayapti. Shu Max degan bilan WhatsApp totib qo'ysalaring, xudo xolasa ochib tayyorlab qo'yamiz ularni. Ko'pchilik musofirdan ham ko'rishi mumkin, o'shaning sizlarga aloqaga chiqishadi. Manzilimiz akalar Farg'ona viloyati Rishton tumanidan bo'lyapti. Jalayer degan qishloq ustalarimiz ham xuddi shu joyda ustalari hisoblanadi. Ma'lumotlar bo'ldi aka. Bo'ldi aka. Endi video davomida keyingi borgan joyimizda shu arzonroq, bundan ko'racha arzonroq variantini ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, aytib o'tganimizdek, bu ozgina arzonroq variantini ustamiz bir qator ma'lumotini beradi. Aka, nimalarda farq qiladi endi bu? Bunda stilisalardan farq qiladi aka. Mo'ykalarda mana 450 ml mo'ykamiz shu aka. Aytganimdek, mana shu mo'ykalarimiz. Uni endi funksiyalari ko'p edi-da. Uni funksiyalari ko'p edi. Endi bunda ham mana vakuum bu ham. Vakuumda sal farq qiladi. Ko'rsangiz, bu tezroq tortadi. Bu nariga sekinroq tortadi. Mexanizmida farq qiladi. Asosiy mana ularda farq bor ekan deydi. Asosiy bularda. Hammasi заводской kronka bir xil. Umumni ham buni ham. Keyin mana polkalar ham buni ham shunaqa. Faqat bo'yi aka e'tibor berib turgan bo'lsangiz, pastroq buni bo'yi. Standart bo'lgan bu. Yo'q, standartdan ortiq qilib 10 sent bonus qilib berdik. Demak o'zi 60 bo'ladi, bu 70 qilib berdik, bonus qilib berdik bunisini. Asosiysi mana orqadagi ekan. Buni oldingisida, orqadagisi 05 NDF. Bunisi HDF. Oq HDF. Qalin nima? Yuqoriroq oq HDF. 03 Davopaga o'xshash material. Shunaqa material. Bu endi MDF narigisi. Narigi NDF aka. Shularda farq qiladi. Keyin yana bitta buni beshkasi aka. Bu tomonda shkaf. Shkaflari xudo xolasa, belki gaz moslashsa yo bir narsa moslashsa, shunisini olmaydigan qilib berib ketganmiz. Tayda mana nimalari bor. Bo'shaydi. Bo'shaydi. Atverkan bilan bo'shatib qo'yishib olaveradi. Endi siz pastdan egilib ko'rsatib yorsangiz, yana ham yaxshi bo'lardi. Propan ballonlarga moslashgan. Moslashgan. Shuni olib tashlatsa, shuni yechib, bemalol propanga moslab qo'yib olishaveradi. Yana asosiy farqi bu glansviy bo'lar ekan. Glansviy. Mana yaltillab turibdi. Narigimiz matviy bo'ladi. Matviy. To'g'ri aytyapman-a? To'ppa-to'g'ri ustaga. Xo'p. Narxi aka buni qancha dedik? Buni narxi aka 8 million 400. 1 metri? 1 metri. Necha puldan tushadi? 2 million 100 dan tushadi. 2 million 100 mingdan mana shu holatda 8 million 400 bo'ladi. 8 million 400 bo'ladi. 4 metr aka. 4 metr. 4 metr. Bu xolodilnik qo'ygan. Xolodilnik to'ldi. Tushunarli. LG xolodilnikka moslangan standartga. Balandligi yana o'shanga moslangan. Endi Samsung, LG hammasi har xil standartda bo'ladi-da. Aytishadi, biz Monaco kompaniya olamiz desa, o'sha standartga moslab berib ketamiz. Tushunarli. Aloqaga chiqsalang bo'ladi. Mana sizlarga farqlarni ham tushuntirib o'tdik. Demak, bu 1 metr 2 million 200 ming so'm dedik. 2 million 100 ming. 2 million 100 ming so'mlik variant. Bunda ham mana shu shulka bor, aka. Shu shulka mo'ykalar bor, faqat bunda musulpaqlarimiz yo'q. Keyin bu mexanizmlarimiz ko'rgan bo'lsangiz, bu vakuum emas. Qoshiqdorlari-chi? Bunda yo'q. Demak, shularda qoshiqdorimiz yo'q, Faqat bonusiga bu bo'ladi xolos. Bu bilan mo'yka. Tushunarli. Mo'yka. Buni ham o'sha vichkalarni o'zim yetishgan, o'zim olib kelganman buni ham vichkasini. Pulni alohida qo'shib. Pulni alohida o'sha 1 million 200 ming pul berishadi, vichkalarni olib kelib 400 mingdan alohida bo'ladi. Alohida. Mana shuni hisob olib qo'yinglar. Tag'in hali video davomida bu ham ichida ekan degan xayol bo'lib qolmasin. Buni pul xolasalang o'zlaring olib kelib qo'yasizlar aka, xolasalang aytasizlar, pulini qo'shib berasizlar, bo'ldi. Bo'ldi shu. Bo'ldi aka ma'lumot. Bo'ldi aka ma'lumotlar.
Sizlarda hop qoniqtirgan savol-javoblar qildik deb o'ylaymiz. Agar mabodo bizni esimizdan chiqqan narsalar bo'lsa, akamiz o'ziga murojaat qila olasizlar. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yish eslangdan chiqmasin.